turli sabablar bilan ishsiz qolgan, mehnat jarayonida kasallik yoki nogironlikka chalingan odamlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash kafolatlarini kuchaytirish ham dolzarb vazifalardan biridir. Shu bois to'g'ridan to'g'ri amal qiluvchi davlat ijtimoiy sug'urta to'g'risidagi qonun qabul qilinishini tezlashtirib, unda ijtimoiy sug'urta jamg'armasini shakllantirishda ish beruvchi va xodimlar ishtirokini aniq belgilab bersak, o'ylaymanki, adolatdan bo'ladi. Yana bir masala, axborot kommunikatsiyalari shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda odamlarga ishonchli ma'lumotlarni o'z vaqtida to'g'ri yetkazish juda muhim. Kasaba uyushmalarida buning uchun imkoniyat ham, sharoit ham, salohiyat ham yetarli. Eng katta auditoriyaga ega bo'lgan kasaba uyushmalari halol va fidoyi mehnatni targ'ib qilish hamda mehnat munosabatlarida qonuniylikni ta'minlashga oid axborotlarni jamoatchilikka birinchilardan bo'lib yetkazib borishi zarur.